Assalomu alaykum. Qadrdon tinglovchilar, keling. Bugun siz bilan hayotimizning eng mustahkam qo'rg'oni, oilamizning soyaboni haqida gaplashamiz. Biz doim onamizning poyini o'pamiz, onamizga suyanamiz. Ammo bir kishi borki, u har doim soyada qoladi. U o'z dardini hech kimga aytmaydi. Yelkalarida dunyoning yuki bo'lsa ham, farzandim qiynalmasin deb bildirmay yashaydi. Ha, bu bizning otamizdir. To'lqinlarimizda otalarga atalgan eng dardli, eng go'zal va eng ta'sirli tilaklar loyihasi. Telefoningizni qo'lga oling, vaqt borida otangizni yo'qlang. Biz boshladik. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulla aka o'zingiz bo'lasizmi, adashmadikmi? To'g'ri tushdikmi? Alo. Abdulla aka o'zingiz bo'lasizmi, adashmadikmi? Ha, eshitaman. Aha, sog'misiz, salomatmisiz? Bevaqt bezovta qilib qo'ymadikmi? Bezovta qo'ydingizku. Endi aybga buyurmaysiz. Avvalambor bezovta qilgan bo'lsak, uzr so'raymiz, maylimi? 5 minutga vaqtingiz olsam. Xo'p. Alloh rozi bo'lsin. Ayni daqiqalarda suhbatdoshingiz kutilmagan qo'ng'iroq tabrik yo'llash loyihasidan radio boshlovchisi bo'laman. Bugungi Allohimga banda, rasulimga ummat bo'lgan tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin endi. Rahmat. Tashakkur. Ilohim yoshlaringizga yoshlar qo'shilaversin, tani joningizga biron bir dard yo'lamasin. Kelgusi yillarda ham sizni tabriklab, quvonchingizga sherik bo'lishga qodir qilsin bizlarni Robbim Allohim. Bugun loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga alishmaydigan mehribonlaringizdan tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Endi bir taxmin qilib ko'raylikchi. Ana shu mehribonlarimiz kim bo'lishlari mumkin? Hammasidan qutlu bo'ladi. Hammalari sizga mehribon, a? Borlariga shukr. Ana shu mehribonlar ichida sizga eng mehriboni, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, Alloh sizni sevib, siylab berib qo'ygan farzandlaringiz Shahzoda, Sherzodbek, Madinaxon nomlaridan yetib kelgan ekan. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Vaqtingizga salomat bo'lishsin. Endi ruxsat bersangiz, mana shu mehribon farzandlaringizni sizga atab mehr bilan yozib qoldirilgan chiroyli bir samimiy tabrik xatlari bor ekanda. Shularni sizga o'qib bersam maylimi? Mayli, ishtam. Minnatdorman. Unda men o'qishni boshladim. Uchmaganda bu omad qushim, ortganida dardu tashvishim. Boshqalarga tushmadi ishim, faqat sizga suyandim dada. Pastkashlarga qilmadim qulluq, o'zgasini demadim ulug'. Viqorligim tanbeh qutlug', faqat sizga suyandim dada. So'zlaringiz dilga qilib yod, g'amlar kelsa qilmadim faryod. Borligi davlatim bo'lgan zot, faqat sizga suyandim dada. Ishonganim maslahat toshim, siz borsizki egilmas boshim. Bolamanmi, kattami yoshim, faqat sizga suyandim dada. Qalqonimsiz, dardim aritgan, sarbonimsiz, yo'lim yoritgan. Asli sizni bizimiz qaritgan, faqat sizga suyandim dada. Assalomu alaykum. Biz uchun yuksak hurmatlarga sazovor bo'lgan, kulgulari quvvatim, rizoligi jannatim. Bu dunyoda borliklari davlatim bo'lgan ulug' zot. Xonadonimizni mehr muhabbat ila ushlab turgan, duolari esa doimgidek ijobatli bo'lgan. Har bir farzandini duo qilishdan charchamagan mehnatsevar dadajonim. Bizlarni ro'zg'or kamlarini, orzu havaslarimizni yelkasiga ortib hech tinim bilmagan mehnatsevarim. Sizni bugungi tug'ilgan kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Ilohim dadajonim, umringizga umrlar, yoshingizga go'zal va barokatli yoshlar qo'shilaversin. Sizni har ko'rganimizda ko'zlarimiz quvonadi. Onajonimiz bilan birga chiroyli kunlarimizda xonadonimizning duogo'y farishtalari bo'lib yuring. Dadajonim, baxtimizga doim salomat bo'ling. Bilib-bilmay qilgan xatolarimiz uchun, dilingizni og'ritib qo'ygan kunlarimiz, paytlarimiz uchun uzrimizni qabul qiling. Nima bo'lganda ham sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, dunyolarga alishmaymiz. Dadajonim, biz hech kimni otasiga havas qilmadik. Havas qilmaymiz ham, chunki bizni hamma havas qilguday. Har nafasida bizni o'ylovchi, ishongan tog'imiz dadajonimiz borligi uchun. Dadajonim, siz bilan malikalardek, podshohlardek katta bo'lyapmiz. Bizni hech kimdan kam qilmayapsiz. Shu kungacha erkaliklarimizni, injiqliklarimizni ko'tarib keldingiz. Siz biz uchun dunyodagi eng yaxshi otasiz.
ibratligim, hikmatligim. Qadri baland Peru davlatim bizlarga mana shunday ota bo'lganingiz uchun, har jabhada o'rnak, ibrat bo'lganingiz uchun, bizlarni mana shunday chiroyli tarbiya qilganingiz uchun barchasi uchun rahmat sizga. Inshaalloh shunday tarbiyangizga mos chiroyli farzandlar bo'laylik. Ikki dunyoda saodatga eltadigan, hali jannatlarda tojlar kiydiradigan soliha farzandlardan bo'laylik. Eng muhimi dadajonim, vaqtimizga salomat yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga alishmaydigan farzand ne'matlaringiz deya mana shunday go'zal tabrik xatlarini yakunlamoqda ekanlar. Endi mana shu chiroyli tilaklarni farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Endi mana shu mehribon farzandlaringizni bir duo qilib qo'ysangiz nima deysiz? Men berdi rahmat e'tibor uchun. Doim sog' bo'lishni barcha yaqinlaringiz. Albatta. Eng muhimi sog'lik, salomatligi. Shunday, men sog'lik salomat. Vaqtingizga mehribon farzandlaringiz sog' salomat bo'lsinlar. Biz ham sizni loyiha ijodkorlari tomonidan tug'ilgan kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Sizni shunday yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi farzandlar baxtiga doim salomat bo'lib, bunday tug'ilgan kunlarni ularga bosh bo'lib o'ynab, kulib, yuz yillik bahorni qarshi olib yurishingizni tilakdoshimiz. Endi tug'ilgan kunlaringizni a'lo kayfiyatlarda o'tkazib oling. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Rahmat, xo'p bo'ladi, sog' bo'ling.